Aslida shu Ramazon oyini oxirgi kunlarda turganimiz sababidan bir necha bor aytganmiz, sahobatli kunlar jamoasini e'tirof qiladi. Buni ham aytishlik riyo bilan nima desa, inshaalloh riyo bo'lmaydi. Nega bu e'tirofni aytish? Nega desa, biz sizlarni chaqiramiz shu e'tirofga. Biz sizlarni e'tirof qilishga chaqiramiz. Zotan payg'ambar alayhissalom odamlarni ehson qilinglar deganlar, masjid. Odamlar olib ehson qilsa, faloncha mana shuncha ehson qildi. Usmon roziyallohu anhu mana buncha ehson qildi. Endi bu amal qilmasa ham bo'ladi. Bu endi jannatga hojat bo'lib aytadi. Chunki ba'zi ehsonlar aylanadi, odamlarni o'zish uchun, odamlarga eslatma bo'lish uchun. Ba'zi ehsonlar bor, aytadi. Chunki aytiladigan ehsonlar aytsak, sahobatli qo'llar jamoasi alhamdulillahki har hafta bir marta bo'lsa, oxirgi 10 kunlikka inshaalloh 2 marta, 3 marta niyat qiladi. Bugun shu bittasi o'tdi. 8 ta xonadon Qur'ondagi imomlarga uchrashishga shunaqa mavzu bor desak, men o'zim haq olib boraman dedi. 8 xonadon hammasi yetim bor. Hammasi yetim bor. Ahvollari hamon qadar bo'lgan. Orada kichkina bolalar. Ayniqsa mana shu tomon borganimiz tamoman odamni boshqacha kayfiyat. Shuning uchun kim imkon bo'lsa, shu oxirgi soatlar, oxirgi kunlar, oxirgi daqiqalar Ramazon o'tgandan keyin ham bo'ladi inshaalloh, lekin bu savob bo'ladi. Bu savob bo'ladi. Alloh hammamizdan qabul qilsin.